Qadrli ko'rurman do'stlar, Erdil yemeklik xurishlarni bozorga solgan Xinjiang Barda Sochaklik shirkati alohida qo'llagan Tatliqlar dunyo sayfisini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi do'stinglar Gulgina Tursun. Men hozir mushu ittifoq ko'rik ostiga joylashgan Arman tortlari do'konda turyapman. Balkim bu yerdagi nurg'ulg'an isil pishiriqlar qarab hammalarning og'ziga seriq suvlar kelib ketdi deyman. Qadrli ko'rurmanlar, biz bu son programmamizda Arman alohida tortini yasashni o'rganamiz. Balkim ko'rurmanlar mubbek taqozo bo'ldinglar deyman. Andik nazaringlar Zulfiya ustamning mashg'ulotida bo'lsin. Xinjiang Barda Soda Cheklik şirketining Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan Erdil yemeklik xurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, moy, tetutqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarni to'ptiliq. Yemeklik xurishları setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurishları do'koni. Erdil. Ko'rilman do'stlar, yaxshimisizlar? Men Arman tortxonasining pishiriq ustasi Zulfiya bo'laman. Bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan tortimizning ismi Arman alay torti. Buning ketilgan xurishlar seriq maydan 300 gram, sodadan 10 gram, tuxumdan 8 tal, shakar 300 gram, asal 300 gram, un 1 kilo, yong'oq meg'izi 100 gram, salama 100 gram. Mashg'ulotimizni boshlab ketsak bo'ldi. Avval dodiyanjiga tayyorlagan 300 gram seriq mayni sepib ko'ptirib olamiz. Bu yaxshi ko'pgandan keyin sodani solamiz. Seriq mayimizni ko'pib tayyor bo'ldi. Endi ko'ptirilgan seriq mayni ustiga soda solamiz. Endi ko'ptirib olgan sarmayni ustiga tuxum qo'yamiz. Endi asalni qo'yamiz. Endi tayyor qilib olgan shakarni qo'yamiz. Buning hozir seriq may, soda, shakar, asal quyib hammasini tekshi aralashtirib ko'ptirib oldik. Endi un qo'yib xamir yo'g'alsak bo'ldi. Unni azazdan töküp elashtirib olamiz. Xamirni chang bo'shliqqa qarab tangsisak bo'ldi. Mana xamirimizni tayyor bo'ldi. Xamir chopishib qolmaslik uchun lisni avval maylab olamiz. Xamirimizni 200 gram atrop uzib, tekshi yeyib olamiz. Xamir chopishib qolmaslik uchun qo'limizga salamayni qo'limizni tekizib, tekshi yeysak bo'ldi. Tayyor bo'lgan xamirni duxovkaga solsak bo'ldi. Asti gradus 200, usti gradus 200. 10 minut pishib chiqadi. Xinjiang Barda Soda Cheklik şirketining Xinhua Janubiy yo'liga joylashgan Erdil yemeklik xurishlari do'koni a'lo mulozimati va sifatli mahsulotlar bilan har millat xalqining yemeklik xurishlariga bo'lgan talabini bejandillik bilan qondirib kelmoqda. Yemeklikka ishlatadigan har xil a'lo sifatli qaymoqlar, shokoladlar, un, moy, tetutqu va har xil yemeklik xurishlarining turlari to'liq bo'lib qolmay, tort pishiriq va yemeklik tayyorlashda ishlatadigan har xil shakldagi qilib va uskuna asboblarni to'ptiliq. Yemeklik xurishları setib olishdagi oldin tanlashingiz Erdil yemeklik xurishları do'koni. Erdil. Arg'illik va ruhsizlik his qilgan chog'ingizda qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi sizga to'g'ri tanlash.
Qadirlik do'stlar, ko'rib atqaninglar Erdil yemeklik xurishlarni bozorga solgan Şinjan Berdas xalqaro so'ychaklik shirkati alayda qo'llagan Tatlıqlar Dünya sayfisi. Mana bugun biz shu Arman tortlari do'konda bosh ustamlarning qo'li bilan tayyorlagan Arman alohida tortini tayyor qilib oldik. O'rnisada undaqda oldi bilan bu tortni titib undan keyin paranglasak qandoq. Shundoq yegimga ketdi debchi. İşten tushib o'rnisadan bugungi motor turasli va xush yoqdim. Bugungi ma havoga shundaqla hamda ishdan tushib qo'saq ichib kelgan chaqda bir tatliqqina bir narsa yeb olsam bo'ladi degan holatga shundoq mos keldi-chu. Haqiqatan bek o'xshabdi. Görünüşde tortlanıcılı yanaq bağlı turdu ha, yanaq bağ o'xshaydi. Ha, arasida yanaq bağ. Onun için bu Arman alayı tortumuz her millet xeridalarının şunda yaxshi ko'rib yeyishiga sazovor bo'lgan bir xil tort. Onun için bizning bütün pishiriqlarimizning arasida, masalan, majozliq qilgan pishiriqlarni ko'rib turdik. Hammasida Şinjan'ınki yerlik mahsulotlar bo'lgan badam, yanaq, üzüm, o'rik qatorliq har xil yerlik mahsulotlarimizni sep ishlatamiz. Onun için hammasining ichida asos jihatdan shu o'zimizning yerlik mahsulotlari bor. Arman tortxonamizdagi barliq ishchi xizmatchilar, keng xaridorlarimizning tortxonamizga kirib har xil tamlik pishiriqlarimizga eg'iz tegishni qizg'in qarshi olamiz. Qadirli ko'rurman do'stlar, mana Arman tortlari do'kondagi Zulfiya ustamning qo'li bilan tayyorlangan Arman alayda tortig'imi eg'iz tegdik. Haqiqatan bek ta'mli ko'pdi. Balkim ko'rurmanlarmi yuqorqi bosqichlarga qarab o'rganib oldi deb o'yladim. Xo'sh, qadirli ko'rurman do'stlar, bu san saytimizga o'rlashtirilgan mazmunlar mushayada oxirlashdi. Kelar qisam programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.